dadajon bu ish xato, bu islomga zid bu ishimiz desa, uni ogohlantiradigan farzandi bo'lsa, bu ota ham shunday farzandi borligi bilan baxtlidir. Farzandning masalan bu masalan farzand baxtlidir masalan. Otaning ham farzandga nisbatan baxtli yana bir joyi borki, xato ishni ogohlantirgan vaqtda farzandi baxtliligi. Dadasining xatosini aytgan vaqtida dadasi qabul qilsa va aytsa-ki, mendan vujudga keladigan odam mendan yuqori bo'lib, meni islom yo'lida xatoyimni aytadigan farzand tug'ilganligiga Allohga hamdlar bo'lsin deydigan bo'lsa, mana bu farzand ham shunday otasini borligi bilan faxrlansa, baxtliman desa arziydi mana. Chunki u o'rtada jang bo'lmaydi. Maqsadlari hammasi oilada islom bo'lsa, qaysi narsa islomga buyursa, shuni so'zi haq deb qabul qilinadigan bo'lsa, u yerda go'daylar ham hammasi huquqi bir bo'lsa-yu, islom yo'liga yo'llasa, bu oila baxtli, go'yoki zohirda o'zi yerda yashayotgan bilan o'zi haqiqatda dunyoning jannatida yashayotgandir. Shundagina mana bu oilaga nisbatan baxtlilik, hamma narsani bir baxtlilik bor. Yori birodarlarga nisbatan baxtli bo'lishlik, yori birodarlaringizdan nohaq bo'lsangiz o'zingizni to'g'ri yo'lga chaqiradigan, sizni orqadan g'iybat qilmaydigan, sizni tuhmat qilmaydigan bo'lsa shu. Ustozlarning ham baxtligi shuki, farzand yaxshi solih shogirdlari bo'lsa, ularni to'g'ri yo'lga chaqirsa qabul qiladigan bo'lsa, bu ustoz ham baxtlidir. Ustozlar ham yana bir tarafdan baxtliki, shogirdlari xatolarni ogohlantiradigan shogirdlari borligi bilan ham faxrlanib, bu ham baxtlidir. Xullas, jamiyat islom fikri bilan yashagan jamiyat baxtli jamiyatdir. Sizda birodarlar, dushanba kunlik darsni bir ko'chirish haqida ham bir maktub yo'llabdi, bir o'qib qo'ymasak bo'lmaydi. Ba'zi dushanba kunida roza tutgan kishilarga bir harajan bo'lib qolyapti deydi. Haqiqatda shu narsa to'g'ri gapirishadilar. Iftorlik qilishlikka, roza dushanba va payshanba kunlarida nafl roza tutishga odatlangan kishilar haqiqatda shunda men shu ozgina bir muddat o'tkazib dars o'tkazmoqchi edik. Ba'zi korxonalarda ishlayotgan odamlarga ham shanba kuni bo'lsa deb talab qildilar. Lekin bitta tavratidan biz chekinamiz, ikkinchi tarafiga chekinmaymiz ama. Birinchi chekinadigan tarafimiz inshaalloh yana safarga shom ozon aytilishligi bilan og'iz ochilinsa, mana shu yerda o'tirib o'zi og'iz ochib olinsa, iftor qilib oluvchi kishilar, shunda ozgina bir fursat turamiz. Ba'zi narsalar bo'lsa, yengil bir taom yeb olinsa, kifoya qiladi. Xuftondan keyin o'zi bemalol o'tirib taomlanishligi imkoniyat bo'ladi. O'zi asr roza tutishlikdan ham maqsad shu birodarlar. Bu haligi monti somsalarda biz yeb shom o'qishlarimiz to'g'ri kelmaydi birodarlar. O'zi bu og'zimizni ochib masjidda namozni o'qiymizda, o'zi shundan keyin xotirjam bo'lib, mana shom xufton namozidan keyin xuftongacha yashaydigan bo'lib endi iftor qilib olinadi shunaqa. Shanba kuni qilmasligimiz sababi shuki, dushanbani tanlashligimiz biz ko'proq bu dushanba, payshanba kunlari bizga nisbatan, musulmonlarga nisbatan ulug' kun bo'ladi. Shanba, yakshanba kunlari asli bular dam olinishligi e'tibor qilinishligan. Shanba yahudlar dam oladigan kun, yakshanba nasoralar dam oladigan kun. Islom diyorlari bo'lsa juma kuni deb e'lon qilingan bo'lardi. Shuning uchun shunaqa narsalardan hammamiz odatda chetlanishlikka harakat qilishligimiz kerak. Bu shanba kunlar o'z-o'zidan dam olish bo'lib qolgan emas birodarlar. Maxsus bir islomga dushmanlik asosida uyushtirilgan ishlar bular hammasi. Yana bir kishi tuyani suti va peshobi qorin shishiga davo degan so'z bor deyapti. Qorin shishi birodarlar, men tabib emasman, tabobat kitoblarida o'qigan narsamni aytaman. Qorin shishi ikki xil bo'ladi. Istisqo deb arab tilida istisqo deyiladi, chanqov bo'ladi. Birinchi bu shishish bilan boshlanadi. Nihoyatda xunuk suratda shishib ketadi. Bu kasalga, shu istisqo kasaliga, ikkov suratiga ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrida bir kishilar kelishib, shularni istisqo kasaliga giriftor bo'lishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tuya sadaqatlari bor joyga ishrabu min albaniha va abvaliha. Ichinglar tuyaning suti va bavillaridan dedilar. Aralashtirib ichinglar dedilar. Imom Shofiy rahmatullohi alayh shu hadisni hujjat qilib, tuyaning bavli pokiza dedilar. Suti bilan aralashtirib ichishlikka ruxsat berganlardi. Shuning uchun Imom Azam rahmatullohi alayh yo'q, davo uchun bo'lsa faqat bavillar ichida
tuyani bavli bilan suti dori bo'ladi deganlar. Boshqa ba'zi odamlardan savollar ham bo'lib qolyapti. Odamni bavli bu najas birodarlar. O'lib ketgan afzal bunda. Hech qachon bu pokiza bo'lmaydi deb qo'ydilar. Shunaqa gaplarni ba'zi bir johil tabiblar, shunaqa bir hech odamlarni islomdan bexabar bo'lgan bir majnun tabiblar shunday gaplarni aytishyapti ekan. Buni sababi shu hadisni hujjat qilishadilar. Lekin tabiblar buni tekshirib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shu so'zlariga bir hayron qolishadiki, haqiqatda ham tuyaning suti bilan bavli aralashtirilganda istisqo kasalligi davo bo'lgan. Albatta u kishi vahiy bilan gapirganlari uchun shu davo bo'lgan. Endi bu savollarga savol berilmasalardi. O'lim bo'lgan uyga kapalak keladi. Tug'ilgan uyga ham kiraveradi birodar. Bu uyda o'lim bo'lgan uyga kapalak kiradi deb faqat odam g'amgin bo'lib, hamma xomush bo'lib turganda kapalakga kirganini biladi. U tug'ilgan uyda quvnoq xursandchilik bo'lib turganda kapalakka tovushiga o'rin qolmaydi. Shuning uchun faqat odam vafot qilgan uyga kirgan kapalak esiga keladi xolos odamlar. Lekin shu yerda kirgan narsa hammasi mo'jizaviy bir qalblar, odamlar hayotda nihoyatda bir-birlarini haqorat qiladi. Birov o'lgandan keyin odamoxillik, odamgarchilik davri boshlanadi. Birovdarchilik shu vaqtda juda bir farmonbardor bo'lib ketadi. Hatto kapalak kelganda ham uni haqida yaxshi gaplar gapirishib oladi. Shunaqa. Bu narsa bir bunaqa vaqtda odamlar infiolga berilishadi, ta'sirga. Hatto shunda bironta bir yomg'ir yog'ib qolsa ham, bir ajoyib rahmat yog'di deydi. Buni bir kun kuyib qolsa, Ibrohim o'g'illari vafot qilganda kun kuygan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni davrida Ibrohim o'g'illari, 2 yoshar o'g'illari vafot qilganda kun kuygan. Odamlar Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'nglarini olaylik deb, odamlar agar hurmatliroq odamni nima qilsa, mana kun ham kuydi, motam tutdi deyib boradi. Deganlarda aytdilarki, inna shamsa val qamara la yankasifani li mawti ahadin va la li hayati ahadin. Bu oftob bilan oy bu birovni o'lganiga, tug'ilganiga kuymaydi dedilar. Ayatani min ayatillah, Allohning bu o'zini oyatlaridan, kuyish o'zini bir Allohning yuborgan qonuniyatiga bo'ysunadi. Bu kuymaslik ham Allohning yuborgan qonuniyatiga bo'ysunadi. Bu narsalarda sizlar birovni tug'ilishi, o'limi sabab bo'ladi demaylar dedilar. Agar shu vaqtda birodarlar biror bir shu kunda biror bir ish bo'lib qoladigan bo'lsa, odamlarni og'zidan tushmaydi shu falonchini o'lganligiga shu ish bo'ldi deb gapiraveradi odamlar. Bu infiallar bular shuning uchun odamlar musulmon kishi o'lim vaqtida ham tug'ilgan vaqtda ham bir xil bo'laveradi. Musulmon komilni har holatda o'zini tutib olgan, islomiy dunyoqarash asosida yashagan ko'rasiz. Bu yerda bir kishi so'rayapti. Hozirgi masala to'g'risida 2 yil ichida 2 yil sut berishlik haqqi, sut ichishlik bolani haqqi bo'lsa, shuni o'rtasida homila bo'lib qolsa sut ayniydi deyshadi. Shunda 1 yil sut emgandan keyin homila bo'lib qolsa, shunda nima qilish kerak? Sutdan chiqarish kerakmi degan savol qilyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 23 yil muddatda hayotdagi hamma masalaga javob aytdi. Mana bu masalaga javob ham aytganlari shular jumlasidandir. Aytdilarki, bolani sut ariq deymiz, sut ariq deb qo'yamiz. Homilador ayolni emib qo'ygan bola, ya'ni homilador ayolni emib qo'ymasin, bolalar otga minadigan bo'lsin dedilar. Ya'ni sut ariq bo'lib qolgan bolalar homila ayolni emib qo'yganligi sababli shunda bola zaif bo'lib qoladi. Shuning uchun mabodo 1 yil emizgandan keyin homilador bo'lib qolsa, farzandni emizishdan to'xtadi. Xo'p, shu xatlarni bu safar birontasini qo'ymasdan javob berib turman. Aytdik, Lavhul Mahfuz haqida Sura va Samo'i zatil burujini tafsirini eshitishadilar. Chunki bu ko'p vaqtni olganligi uchun shunday bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo darsimizni davom etsin. Alloh subhanahu va taolo darsimizdan